Kattaqo'rg'on shahrida voyaga yetmagan yoshlar o'rtasida jinoyatchilikni hamda ularning tungi vaqtda bemaqsad yurishlarini oldini olish maqsadida shahar hokimligi, Ichki ishlar, Soliq, Oila va xotin-qizlar bo'limi, deputatlar, yoshlar yetakchilari hamkorlikda tungi reyd tadbirlari o'tkazildi. Tungi reyd davomida 25 ga yaqin bemaqsad yurgan fuqarolar aniqlanib, ularning 8 nafari jamoat joyida spirtli ichimlik iste'mol qilganligi uchun O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 187-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Ulardan 2 nafar voyaga yetmagan yoshlar aniqlandi. Ulardan bir nafarining ota-onasiga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Bir nafar voyaga yetmagan yosh Samarqand viloyat voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga joylashtirildi. Voyaga yetmagan yoshlarning tungi vaqtda ko'ngilochar joylarga bo'lishiga yo'l qo'yganligi uchun tadbirkorga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 188-moddasi 2-qismiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Bu kabi reyd tadbirlari Kattaqo'rg'on shahri bo'ylab davom etmoqda.